Meni tabriklashinglar mumkin. Men pochta ishida 2-darajaga ko'tarildim. Ishonmaysizlarmi? Yoki qanaqa bo'lishini ko'rmoqchimisizlar? Unda ketdik. Do'stlar, shu soniyada videoni stop qiling va Telegramga kirib, Turon Grant'e izlab Turon, ya'ni meni kanalimga xullas obuna bo'ling. Kanalda nimalar bo'ladi desanglar, kanalimizda jarayonlarni yoritib boramiz. Videoga sizlardan yordam, ya'ni obunachilarimiz kerak bo'lsa, sizlarga aytamiz. Kanalimizda e'lon beramiz. Yordam kerak do'stlar, video olish uchun falon odam kerak, degan odam kerak. Shuning uchun videoga tushmoqchilaringlar. Yozinglar kommentariyaga deymiz. Yoki ma'lum bir nuqtani aytamiz, o'sha yerga boringlar, hozir sizlarni olib ketaman. Xullas do'stlar, Telegram kanal aksiyasida ham mavjud. Videoni biroz tezlashtiraman. Meni internetim joyida edi. Nimaga o'zi bu ahvolda? Yaxshiyam VIP'im bor ekan. Bo'lmasa yo'lda qolar edim. Mayli do'stlar, chalg'imaymiz. Yo'lda davom etamiz. Pochtaga nima sababdan kelganim ham esimdan chiqib qopti. Xullas, ekraningizda ko'rib turganingizdek 5-daraja deyilgan. 5-darajada xullas yangi kategoriya, ya'ni yangi ish ochilar ekan. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana formani kiygan holatda qizil dumaloq ichiga boramiz. Bu yerda ko'rganingizdek ikkinchi joy ochilgan. Avval mana birinchi ish kategoriyasi mana shunday bo'lgan bo'lsa, mana shundaydan men 250 marta ishladim. 250 marta ishlaganim uchun keyingisiga ochildi. Ko'proq diqqat talab qiladigan ish va ko'proq maosh taklif qilinadigan ham ish. Xullas bu yerda buyurtmaning raqamini adashtirmaslik, ya'ni raqamlarni farqini topish va belgilash kerak. Mana bu yerda misol uchun ketma-ketlik joyida 631, 726, 54 bo'lgan. 600 pastdagilarda esa 631, 726, 53. Pastdagiga mos kelmadi. Demak bu yerda 4 raqami xato. Va shuni bosamiz va tanlaymiz. Tekshiramiz xullas. Keyin esa buyurtmani joyiga olib boramiz. Shunday. 2 karra maosh to'lanadi, ammo 2 karra XP degani emas.
do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, meni qo'llab-quvvatlab kommentariyalar yozinglar, like bosinglar. Xullas tomosha qilganinglar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Turon amaki bo'ldi.